Har yili yurtimizda 9 fevral buyuk mutafakkir, davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiy tavalludi kuni keng nishonlanadi. Bugun Shirin shahrida ham ulug' shoir tavalludining 585-yilligi munosabati bilan madaniy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbir shahrimizdagi ma'naviyat va ma'rifat maskani hududida joylashgan Alisher Navoiy haykali poyiga gulchambarlar qo'yish marosimi bilan boshlandi. Unda Shirin shahar hokimi boshchiligida shahar korxona va tashkilotlar rahbarlari va xodimlari, nuroniylar, yoshlar hamda ma'naviyat sohasi vakillari ishtirok etdi. Shundan so'ng tadbir Shirin shahar yoshlar markazida davom etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar Alisher Navoiy ijodining xalqimiz ma'naviy hayotidagi o'rni, uning asarlarida mujassam bo'lgan insonparvarlik, vatanparvarlik va ma'rifat g'oyalari, shuningdek, yosh avlod tarbiyasidagi beqiyos ahamiyati haqida fikr bildirdi. Alisher Navoiy nafaqat o'zbek adabiyotining, balki butun turkiy xalqlar ma'naviy tafakkurining yuksak timsoli ekanligi alohida ta'kidlandi. Alisher Navoiy haqida qancha gapirsak oz, chunki o'zbek xalqi tarixini Alisher Navoiysiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Jahon adabiyotida bunday katta hajmda ijod qilgan shoirlar barmoq bilan sanarli. Biz Hazrat Alisher Navoiy bilan haqli ravishda faxrlansak arziydi. Men shoirni bir baytlarini misol keltirmoqchiman. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Alisher Navoiy nomi o'zbek xalqi, o'zbek nomi yashar ekan, abadiy yashab qolaveradi. Tadbirning badiiy qismida shahar madaniyat bo'limi xodimlari hamda san'atga qiziquvchi yoshlar tomonidan buyuk adib ijodidan parchalar, g'azal va ruboiylar o'qildi. Ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, milliy raqslar va sahna ko'rinishlari ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Shuningdek, tadbir doirasida Alisher Navoiy hayoti va ijodiga bag'ishlangan kitoblar hamda rasmlar ko'rgazmasi tashkil etilib, ulug' shoirning bebaho adabiy merosi keng jamoatchilikka yana bir bor namoyon etildi.